Assalomu alaykum everybody. Yaxshimisizlar? Sizlar xudo xohlasa bugun hamma Instagramdagi va Telegramdagi videolarni bitta qilgan holatda prezentatsiya chiqarmoqchiman men. YouTube'da ham xudo xohlasa birinchi video ham bo'ladi. Endi birinchi videoda o'sha kirish introductionni men o'zimni ingliz tili qanaqa boshlaganman, intizom juda ko'p narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Farqi yo'q. Qanaqa sharoitda, qanaqa joyda, necha yoshsiz ko'rishingizdan umid qilaman har bitta ko'rgan daqiqangizdan juda katta manfaat olasiz. Bismillah, qani ketdik. Hop, transformation deb nomlaganman. Bu ko'rayotganimizda transformatsiya haqiqiy o'zgarish, pozitivniy tarafga juda katta. Boshlasak bo'ladi. Hop, let's get into it. Birinchi gapirmoqchi bo'lganim 2019-yil sentyabr. O'sha u vaqtda endi men o'sha 11-sinf bo'lganman va ingliz tiliga bo'lgan qiziqish u vaqtda boshlanmagan, lekin o'sha hamma universitetga tayyorlanishni boshladi. Men bir yaqin o'rtoqlarim bilan RTU University'ga tayyorlanishni boshladim. Ya'ni u Yevropada, Latviyada. Hamma o'tda inglizcha o'qiyapti. Bu yoqda endi men o'zim aytaman, o'sha vaqtda nima bo'lganman. I was a pro gamer. Men o'sha vaqtda ingliz tili boshlamaganman hali va Counter'dan pro gamer bo'lganman men. Chempionatlarga borardik. O'zbekiston bo'yicha juda kuchli komandamiz bor edi, sponsorlarimiz bor edi o'zimizni. Hozir nima rivojlanib ketgan? Hozir video o'yinlar bolalarning orasida. Bu narsa normal holat bo'lib qolgan o'sha va buni pozitivniy, negativniy men o'zim fikrim bilmadim. Hozir men uchun bu, конечно, negativniy. Bilmadim. O'sha vaqtda lekin men chempion darajasiga, pro gamer darajasiga chiqqanman va menga juda katta zavq berar edi. Chunki biz 6-7 soatlab komandamiz bilan u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz va hokazo. Va I would hang out with my friends all the time. Aytgancha bu prezentatsiya o'zbekchasiga bo'ladi, shuning uchun xavotir olmanglar. I would hang out with the friends all the time. Ya'ni o'rtoqlarim bilan постоянно o'tga bor, bu yoqqa bor, u restoranga bor, bu kafega bor va hokazo. Постоянно using Instagram to impress people. O'sha vaqtda men Instagramda aktiv bo'lganman juda. Storiesda qo'yardim, bu yoqda stories qo'yardim. Ya'ni u yoqqa borsam, bu yoqqa borsam kimnidir hayratlantirish uchun. Kimdir ko'rsa-da, men o'tga borganman, bu yoqqa borganman, hayron qolsa to'g'risi. Yoki qaysidir inson uchun iminni Instagramda stories qo'yilar edi. Qanaqa bu achinarli holat. Tasavvur qilsanglar, hozir meni miyamda bu juda achinarli holat. Lekin o'sha vaqtda men bilmaganman. Chunki bitta korobkani ichida bo'lgan edim. Not being aware of what I was doing. Xabardor bo'lmaganman nima qilayotganimdan, to'g'risi. Ya'ni, hayotim normal, har bitta o'quvchiga o'xshab normal ketyapti, lekin menga bilar edim nimadir yetishmayapti-da, nimadir qanaqadir bo'shliq bor deymanmi-da, nimadir yetishmayapti. Rosa qiynar edi o'sha sentyabr 2019. I would immediately get attracted to every pretty girl I saw. Okay. Bu ham interesno, o'sha vaqtda, ya'ni endi bo'ladi maktabda, tam qizlarga bo'lgan interest yoki bu qiz bola chiroyli qizlarni ko'rib qolsa, sразу yoqtirib qoladi. Menda ham bo'lgan bu. Va как будто bu narsalar hammasi menga oddiy holat. Okay. So I was wasting a lot of time. Juda ko'p vaqt bekorga ketayotgan edi menda. Endi oktyabr 2019-yil. I started worrying about my future, which was good, because the people around me didn't even care about theirs. Men o'sha xavotirga tushishni boshladim, lekin bunday atrofimga qarayman, ko'pchilik xavotirda emas. Men hammani judge qilib, hammani xulosa chiqarmayman hozir, lekin ko'pchilik rostdan ham nima qilayotganini bilmayapti oldimda. Maktabda, sinfda bo'ladi, mahallada bo'ladi, umuman farqi yo'q. Lekin men xavotirga tushishni boshladim. Based on the recommendations of my classmate, bir sinfdoshim yordami bilan, I went to the education center Niners, where I met my first teacher. This is when it all started. Niners degan o'quv markaziga borganman va o'sha kuni eshikdan kirishim bilan rostdan ko'p narsa o'zgarib ketgan. Eshikdan kirganimda,
jingali sochli amerikans bir odam o'tiribdi-da, o'zbeklar чистый, birinchi shu ingliz tilini boshlashimga va shu darajaga yetishga sababchi bo'lgan inson va gaplashdik, imkoniyatlarni gaplashdik, qanaqa opportunities, imkoniyatlar keladi agar ingliz tilini chiroyli o'rgansam. Well, hop. Birinchi kun gaplashdik, o'sha uy ishi berib yubordilar menga, dars bo'ldi va ikkinchi kun uy ishi qilib kelmaganman men, chunki hali miyada hech nima yo'q. Mas'uliyat yo'q, intizom yo'q. Menga aytdilarki, "Davay xonadan chiqing" dedilar. Men bergan individualga o'sha vaqtda hammasini aytaman, pullarni ham necha pul to'lardim, $200 to'laganingda pulingizni ham olib chiqib keting, davay, shagom uyga. Bam! Ichimda nimadir yorilgandek bo'ldi. I went home and I did a lot of thinking about everything. Hop, yo'lda ketyapman, daftarimni ochib ketyapman-da, yomon ko'z yosh yog'ilyapti, lekin men shundoq ko'z yoshli bo'lib ketganda, juda jahlim chiqqan edi. Chunki qaranglar, Mamatda vot gaplashyapman. I was a pro gamer, I would hang out with friends. Men uchun bu hayot уже dabdalasi chiqib bo'lgan edi. Ya'ni kimdirlargadir normal holat, lekin menga yoqmagan. Endi bu yoqdan, ya'ni angliskiy bordim, bu yoqdan ham o'xshamayapti. Nimadir o'zgarish kerak. Something had to change. Nimadir o'zgarmasa dabdalasi chiqib ketadi. Okay. Uyga bordim. Nastroyeniya yo'q. Xonani qupladim, qop-qorong'i qildim. Rosa ko'p narsani o'yladim. Va o'sha kuni aytgancha, o'sha kuni xonamda I probably studied for more than 3 hours. 3 soatdan ko'pmi dars qildim, lekin juda jahlli dars qilganman. Och qorin bo'lsa ham 11 gachami, 12 gachami dars qildim. Juda ko'p o'yladim, keyin qop-qorong'i xonada rosa ko'p o'zimga savollar berdim. Juda ko'p savollar berdim, to'g'risi. Hamma narsa hayotda bo'layotgan narsalar, telefon mana maraz narsani chetga olib qo'ydim-da. Davay gaplashinglar o'zing bilan, akkuratni gaplashga, nimani xohlaysan? Chunki Mamatda 10 yil yashab o'tasan, 20 yil ketadi, 30 yil ketadi. Orqangga bundoq qaraganingdan keyin qanaqa hissiyot bo'ladi, qanaqa nimalarni o'ylaysan mana? Ana afsuslanmaysanmi? Shunda rosa o'yladim men. Keyin birinchi qilgan narsam, aytib o'tganimdek, I was an active user of Instagram and Telegram. Instagramni ham ko'p ishlatardim, Telegramni ham ko'p ishlatardim. Birinchi qilganim, I broke my SIM card. SIM kartamni shunda chiqardim, tirs sindirib yubordim, otib yubordim. Hech kimga отчет berganim yo'q. Men SIM kartamni sindiryapman, menga qilmaylar. Yo'q, hold on a minute. Hech kimga va'da berish yo'q, hech qanaqa narsani e'lon qilish yo'q. Bilasizlarmi, odamlar qanaqadir nimadir qilmoqchi bo'lsa, nimadirga bormoqchi bo'lsa, trenirovka bo'lsin, dieta bo'lsin, nimadir bo'lsin, sirasiz e'lon qiladi. Men 6 oylik transformatsiyaga kirmoqchiman deb. Yaxshi, lekin aksariyat holatda intizomingiz yo'q bo'lsa, o'xshamaydi bu. Ko'zlar bor, har xil yovvoyi ko'zda qarab turgan bo'ladi-da sizga. O'xshamay qolsa, deydi. Yes, o'xshamadi deb. O'sha inson oldingizda bo'lishi mumkin. Siz bilmaysiz lekin. And I deleted both. Ikkalasini ham o'chirib tashladim. Instagramni ham, Telegram. Endi o'chirib tashladim degan, men hozirgilarga o'xshab muzlatib qo'ymayman. Instagramni muzlatib qo'yilar ekan. Men o'sha vaqtda bilmasdim ham. Bilganimda ham uni qilmas edim, to'g'risi. Mayli, Mamatda arxivlar, rasmlar, kimdirlar bilan tushgan bo'lamanmi, nimadir bo'ladi, farqi yo'q. O'tmishda nima rasm bo'lsa Instagramda, kimlar bilan yozishgan bo'lsa, menga bir tiyinlik foydasi yo'q ekan, to'g'risi. Bir tiyinlik foydasi yo'q. Undan ko'ra yoshman, Mamatdagi kelajakdagi imperiyani quraylik dedim. Okay? Imperiya haqiqiy qurilsin dedim. Hozir nima bo'ladi? Menga 30 yoshli ayol ili 40 yosh, ya'ni ingliz tilini o'rgana olyapman. Конечно! Albatta. Yoshingizda farqi yo'q. Mana bu katta narsa uyg'onsa bo'ldi. Kimdirdandir so'rab o'tirmang, o'rgana olaymanmi? Yo'q, hold on a minute. O'zi kitobingizni yozishni boshlang, чтобы keyinchalik qaysidir insonga katta bir anaqa benzin bo'lsin, o'sha insonga benzindek bering. Let's think about it logically for a moment. Qaranglar, Instagram bilan Telegramni bitta o'ylab ko'ramiz. Menga daromad kelmayapti. Mana shu sotsialni siz Instagramdan ham, Telegramdan ham. Menga nima kerak buni ishlatib? Kimdirlar bilan muloqot qilish uchunmi? Xo'p, mayli. Meni oldimda bo'laman degan odam po-любому menga chiqadi-yu.
Men yo'qolib qolsam ham qidirib topadi-yu, agar kerak bo'lsa. Misol uchun men shunaqaman. Kimdir yo'qolib qoldi, yeri tiydan bo'lsa ham topib qola olmayman. Aytmoqchi bo'layotgan narsam, ba'zi birlarda xavotir olamiz. Telegramni o'chirib tashlasam, bu inson topa olmay qolsa-chi, Instagramni o'chirib hey, inson topmoqchi bo'lgan inson topib oladi. Topmoqchi bo'lgan inson rostdan topib oladi. Xavotir olmang undan. Endi keyingisi hop, toxic environment. Endi men o'zim bilan gaplashib oldim. Mana remenimda qistimda bo'ldi. Shu vaqt kelibdi, bro. Mamlatdagi odamlarni o'ylamasdan, birinchi o'zing ustingda juda qattiq ishlaysan. Juda ham qattiq ishlaysan. Keyin rostdan o'zgarish bo'ldi menda. Endi tasavvur qilinglar. Instagramni o'chirdim, Telegramni o'chirdim, yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Bo'ldi. Wow. Rostdan menda xudoga shukr juda katta o'zgarish bo'ldi deb his qildim. Chunki hayotimdagi eng nima desa bo'ladi, chalg'ituvchi omillarni men olib tashladim. Nima kerak menga? Telegram, Instagram ishlatib, agar menga daromad kelmayotgan bo'lsa, menga juda katta manfaat kelmayotgan bo'lsa. Keyin men o'zim ustimda ishlashni boshladim. Darslarga zo'r ketyapti. Toxic environment, endi atmosfera, negativ atmosfera, do'stlar. Qo'shtirnoq ichidagi do'stlar. Endi qaranglar. Don't be afraid of losing people. Birinchidan qo'rqmasligingiz kerak odamlarni yo'qotishdan. To'g'risi. O'sha shunchalik odam atrofingizda shunaqa odamlar bo'lishi kerakki, ya'ni siz comfortable, ya'ni komfortni his qilasiz. Bu insonlar qiyin kunimda ham, yaxshi kunimda ham birga bo'ladi deb. Agar qo'rqayotgan bo'lsangiz, bilmadim, bitta tekshirib ko'ring, analiz qilib ko'ring. Even the whole class talked behind me. Shunaqa period bo'lgan, butun sinf kerak bo'lsa gapirayotgan bo'lgan vaqtlar bor edi. Men sinfga kirib keldim, qanaqadir gaplar ketyapti. Oldimda bir sinfdoshim o'tiribdi. Qarasam, meni gapirib o'tirishgan ekan. Keyin meni o'zim o'qituvchim aytdilarki, mamnaqa qilibdi-yu Mustafa deb gapirib qo'ydilar. Ya'ni butun kerak bo'lsa butun sinf gapiryotdi. Tushunasizlar? Jim o'tir. Mujik bo'lsang agar va'da berding-a, o'zing ustingda ishlaysan, o'zing ustingda yaxshi ishlayman deb, to'g'rimi? Hozir nima qilasan bularga ataka qilib? Nima qilasan o'zingni pozitsiyani tushirib deb. Butun sinf sen haqingda gapiryapti. Butun sinf sen haqingda gapiryapti. Tasavvur qilyapsanmi davomman? Kerak emas. Mamani yop, mamani ham yop. Kerak emas. Shunaqa voqealar bo'ladi bizda. Sizni gapirishadi, ularni gapirishadi, panikaga tushasiz. Tushmang panikaga. Tushmang, po-libom o'tib ketasiz. O'tib ketasiz, kim qanaqaligini vaqt ko'rsatib qo'yadi. Faqat o'sha vaqtda jim turing, bo'ldi. Jim, sukut. Chunki men bilyotdim orqa varotda men qanchalik o'zim ustimda ishlayotganimni. But I became quieter. Ya'ni ancha spokойный bo'lib qolgan edim. But one day, lekin bir kuni shunaqa ham bo'ldi yana, sinfga kirib keldim. Hop, birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator o'tiribman. Shu voqeani haligacha eslayman va bir ikkitasi so'radi, nimaga haligacha eslaysan? Nima sani tam ana qiladimi, nervingga tegadimi shu narsalar? Da. O'sha kun chunki juda menga og'rib o'tgan edi. Chunki 11 yil, 8 yil, 9 yil birga bo'lib kelgan sinfdoshlarim bundoq qaradimda. Gruppaga o'tirib olishgan, rosa meni gapirib o'tirishibdi. Juda meni gapirib o'tirishibdi. To'g'risi, meni haligacha esimda, o'sha narsa esimda. Bundoq o'tiribman-da, нет, не надо. Gapirma. Просто jim. Bu уже 2-3 ko'p qaytarilganman-da, faqat jim bo'lar edim, indamas edim. Ko'p situatsiyalar bo'lgan. Kimdir telefonini olib, o'zini telefonini qilib o'tiribman. Bam, menga ko'rinib qoldi. Meni so'kinib yozganlar va hokazo. Endi bularga nima atvet? Просто sukut saqlaysiz bo'ldi. Chunki men bilyotdim. Juda katta o'zgarish bo'lyotdi o'sha menda. But one day bir kuni ham shunaqa bo'ldi. Endi inglizga zo'r o'qiyapman. Butun sinf yig'ilib turgan vaqtda endi meni ham gapir deyishdi. Bam etib gapirdim, to'g'risi, o'sha chiqib ketdi. Chunki men ingliz tili o'qiyapman, zo'r ketyapman. Unaqa narsalar bo'lmas edi, jim bo'lib qolgan o'sha kuni sinf. Keyin hamma ketgandan keyin
ingliz tili o'qituvchim aytdi, "Sen gapirishni boshlading-ku, orqada o'tirgan o'rtog'ing shuni naushnikini taqib oldi." Endi bu bilmadim, ularning aytishlari bo'yicha, lekin shunaqa voqealar bo'ladi hayotingizda. Oldingizda yurgan odamingiz kimligini bilmaysiz, to'g'risi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak, по-любому. Keyin study more. I created my own little world. I would study all the time. Endi menga farqi yo'q. Men sinfda ham dars qilardim. Uyga ketayotganda ham, uyga borganda ham. Ingliz tili meni hayot tarzim bo'lib qolgan edi va juda qiziqib ketgan edim, juda ham. Vaqtim bo'ldi dars qilaman. Ba'zi bir vaqtlar даже ovqatlanishni ham esdan chiqarib qo'yar edim, to'g'risi. The Imitation Game degan film bor. Adashmasam 2019-yilda chiqqan. O'shalar Ikkinchi jahon urushida anaqa ishlashadi, unaqa даже ovqatlanishni ham esdan chiqarib qo'yishadi shu insonlar. Shunchalik darajada o'zini ustida ishlagandan. Уже men obsessed bo'ldim ingliz tili bilan. Уже men obsessed bo'ldim ilm olish bilan. To'xtovsiz. Men bunday ketardi. Bam 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 bam. Keyin sleep schedule. Okay, endi qaranglar. Instagram yo'q, Telegram yo'q, atmosfera tozalanyapti. Endi uyqu rejim, sleep schedule, morning person or night owl. Bitta narsa. Men ertalabki inson emasman, men kechqurungi inson emasman. Men ertalab relax. Relax. Men ikkita taraflama ham bo'lib ko'rganman. Kechqurun ham dars qilish, ertalab ham dars qilish. O'zimga keyin o'rgatdi. I forced myself to wake up at 4 a.m. and go to bed at 8:30 p.m. Ertalab 4da, 4:30, 5 oralig'ida turishni o'zimga o'rgatdim. 8, 8:30, 9 atrofida yotishni o'zimga o'rgatdim. Mana shu rejimda ketardim har kuni. Bilasizmi, bir kun nima bo'ldi? Hali ham eslayman shuni. Uydagilar kelishdi, qarindoshlar kelishgan, yig'ilish. Mehmondorchilik. Men lekin 8:30da uxlashim kerak. Ketdik deyishyapti, lekin bu yoqda o'qiyotgan odam ham ozgina nima desa bo'ladi, shustri ham bo'lish kerak. Aytdim onamga, "Mam, hozir agar men uxlamasam, ertalab tura olmayman. Ertalab tura olmasam, maqsadimizga yetishimizni kechroq bo'ladi. Shuning uchun iltimos, o'zingiz chiroyli tushuntirib qo'ying" deb onamga yetkazib qo'ydim. Aytmoqchi bo'layotganim, agar men mehmonda o'tirsam bo'lar edi, zo'r-ku. Mehmondorchilik yoqadi-yu bizga. Net. O'sha shunchalik menda obsession bo'ldiki, og'aynilar ko'chaga chaqirish u yoqda tursin. Instagram, Telegram yo'q. Uyqu rejim zo'r, intizom bor, dars qilish chotki, atmosfera zo'r. Bam. Wow, o'sha menga yoqishni boshladi hayot. Wow, juda kattaki, 1 oyda bo'lmaydi bu narsa. 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy, bam. Okay? Keyingisi physical part. Nimadir yetishmayapti. Bam, miyaga keldi, running for 7 days a week. Peace. O'sha ertalab turishim bilan yuguradigan bo'ldim. Ya'ni yugurishga chiqib ketadigan. O'sha bu yoqdan fiziki anaqani ushab turadi dedim. Endi to'g'ri, shunaqa bo'ladi. Men uni keyin tushuntiraman. Ya'ni tushish, chiqish, fluctuation deyiladi. Ya'ni bir chiqadi, bir tushadi. O'sha vaqtda esimda 7 kun har kuni yugurar edim. Every single day, no days off. Bir kun ham qoldirmasdan. Qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Vashi farqi yo'q. 7 kun turaman yuguraman. Turaman yugurishga chiqib ketaman, bo'ldi. Hop, no relationships at all. Hop, ilmga kirdingiz. Endi qarang, bu yerda bitta ketyapmiz. Yana qaytaraman, Telegram, Instagram yo'q. Uyqu rejim zo'r, atmosfera yaxshi, intizom bor, o'qish. Endi bu yoqda munosabat. O'qiyotganda bola, talab ilmlar, ilmga kirganlar, bitta qiz chiqadi yoki qiz bola uchun o'g'il bola chiqadi. Dabdalis chiqarib yuboradi, to'g'risi. Ehtiyot bo'ling. Chunki o'sha vaqtda men biluvdim juda ko'pchilik отношения qilayotganini. Aman naborot qilaman deganman. Ya'ni 6 months of izolyatsiyaga kirganman, isolation. Ya'ni men shu yerda aytaman, men to'g'risi religious, men diniy odam emasman, to'g'risi o'zimni diniy, ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, din tomonidan ilmim kuchli emas. O'zimni juda ilmli deb bilmayman, lekin qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Qo'limdan kelganicha. Ilmim mamnunda o'zi. 6 months of isolation kirim, 6 oy davomida, o'sha COVID-19 deb bo'ldi, 6 oy davomida hayotda qiz bola yo'qda tursin, internetda ham ko'rmasdim. Ishonasizlarmi? Kinolar bor bu yoqda,
Anaqalar bor, videolar bor. No. Qayerdan ko'raman? Instagram yo'q, Telegram yo'q. Internet kirilmaydi. YouTube faqat. Endi YouTubedan ko'rasiz-chi? Net. YouTubedan ham ko'rmas edim. 6 oy davom etgan. Ya'ni ingliz tili o'rganyapman, kinolar ko'raman, bam. Katta kuchayish bo'ldi menda. 6 oy davomida o'zimga limit qo'ydim. Endi bu ingliz tilingizni to'xtatib qo'ymagan, to'xtatib qo'ygan qanaqadir darajada. Zato men miyamni tozalaganman. Qayoqdan menga bunchalik katta motivatsiya kelgan? Imom al-Buxoriyni hayotini o'rganganimda. Bo'ldi. Living Education Center. Shunaqa period bo'lgan, Education Centerga bordim, ya'ni o'sha ingliz tili o'rganadigan sentrga bordim, o'sha ko'ryapman, o'sha ayol kishilar hamma yoqda bor. Shunaqa situatsiya bo'ldi, bir guruhimizda chiroyli qiz bo'lar edi. Endi men bilan o'tirib qoldi u ham. Menda to'g'risi yonib ketdi ichim, voshi portlab ketdi desam bo'ladi. Keyin teacherimga aytdim, shunaqa desam, uncha seriously olmadilar to'g'risi. Keyin men majbur bo'ldim. Bitta shu insonni deb gruppamni tark etish, sentrni tark etish, o'zim ingliz tilini yana o'rganish. Bo'ldi. I would watch Bambi. To'g'risini aytsam, mana qanaqa bo'lib o'tgansiz o'sha voqeadan. Bu kerakmi? O'zingiz bilasiz. Men 6 oy qilganim, miyamni tozalash uchun qilganman. Shuncha rejim zo'r bo'ldi, intizom zo'r. Yana plus o'zimga nimadir qo'shib ketadiganman. I would watch Bambi. To'g'risi, Bambi multfilm bor, shuni ko'rardim xolos ingliz tilida. Undan ortig'iga o'tmasdim. Lekin ingliz tilim zo'r ketayotgan vaqtimda tushib qolgan. Buni ham bilaylik. Lekin intizomim portlab ketgan. Intizom portlagan, ingliz tili pastroq tushgan. Bu yoqdan ilm ham zo'r ketyapti. Be careful, lekin ehtiyot bo'linglar, o'sha ingliz tiliga tushib ketadi. Bu narsa, chunki siz haddan tashqari kiryapsiz-da, buni men haddan tashqari kirib ketganman-da. Hozir unaqa emas aytgancha. Unaqa emas. Keyin role models, ya'ni o'zimga kimni ko'raman. Endi men YouTube faqat bormanda. Kimni ko'rishni ham men plan qilib olishim kerak. Xo'p. List qilib olganman, kimlarni ko'rishni. Murod Nazarov, faqat Murod Nazarov. Jordan Peterson, Canadian psychologist. Kanadalik psixolog, 1985-yildan beri haftasiga 100 soat ishlab keladi, 30 yildan beri. Jordan Peterson bir kitobini yozganda aytganki 15 yilda yozdim, adashmasam, va har bitta sentence, har bitta gapni 50 marta paraphrasing qilib chiqdim degan. Ya'ni 50 marta qaytadan yozgan har bitta gapini kitobidagi. Juda kuchli inson. Ulug'bekxon Maksumov Inkas kompaniyasining direktori Birlashgan Arab Amirliklarida. Otabekxon Mahkamov. Endi bularni faqat kuzatardim men. Ya'ni har Instagramga kirasiz. Hozir men sizga ko'rsatib beraman. Mana Instagramim bor, u haqida ham gaplashamiz. Mana. Ketaveradi mana shunaqa. Liboy insonni ko'ryapsiz. Miyam portlab ketish kerak o'zi. Liboy insonni ko'ryapsiz. Ya'ni katta intizomga kirdingizmi, hamma yoqdan bundoq qasr bo'lsa, hamma yoqdan atakaga o'tgan edim men. Tushunyapsiz-a? Chunki men Reels umuman ko'rmaganman. O'shaning uchun fokus bitta darsam, bitta o'tirishda 1 soat qildim, turaman. Kun bo'yi 12 soat, 13 soat dars qilib qo'yardim. Va ko'rayotgan insonlarimni ham har doim analiz qilib chiqardim. Okey. Men bu insonni ko'rdim. Ko'ryapsam qanchalik intizom kuchli. Hop, keyin family problems. Ilm o'qiyotganingizda har xil oilaviy muammolar ham bo'ladi, tushundingizmi? Ota-onaning o'rtasida argument bo'lib qolishi mumkin, aka-ukaning o'rtasida har bitta oilada bu muammo bo'ladi. Hech qaysi oila ideal emas. Arguments between parents, arguments between siblings, aka-ukalarni, ota-onani, they only made me stronger. To'g'risi, menda bo'lganda faqat meni kuchaytirib tashardi. Endi qaranglar, masalaga logika ishlataman bu yoqda. Urush bo'ldi-da, argument bo'ldi-da, agar siz mana shu orqali depressiyaga kirib dars qilmasangiz, bu yoqda ham siz cho'kyapsiz. Undan ko'ra, mana shu narsani benzin qilib ishlatmaysizmi, to'xta? Hozir agar o'zim ustimda ishlamasam, kuchaymasam, mana bu muammolarni ham, bo'layotgan muammolarni kim hal qiladi? Hech kim. O'shaning uchun davay derdim o'zimga, mashinani unda energiya qilib olaman-da, chunki stressda dars qilishni o'rganishingiz kerak-da. Dars qilaman. Ertaga Xudo xolasa mama o'ylayotgan oilamni, mama o'ylayotgan imperiyani quraman deb. Duas. Bitta narsa o'quvchilarning orasida shu narsani sezdim. Menda bugun ham bo'ldi. Ba'zi birlarda o'qituvchilarni oyoq osti qilib yuboradi-da. Xolaganini gapiradi. Yoki ulamolarni, mana men Instagramda misol uchun bu ulamolarimizni
gaplari chiqib qolsa, kommentariyaga kirsam negativ ko'raman. O'sha inson o'zini ilmli deb o'ylaydi, pathetic. Shunaqa inson bo'lsangiz boru, vashi mana shu videoni ko'rmang. Ulamolarni, o'qituvchilarni juda katta. Men постоянно o'qituvchimdan duo olaman, постоянно, hozir ham. Va o'sha vaqtda ham. Islamic scholars bolalar jumaga chiqadi, olsin duo. Men imtihonga kirishimdan oldin 40 ta masjidga borib chiqqanman. Hamma ulamodan duo olganman. Alhamdulillah, I got a decent score. O'sha vaqtda Xudoga shukr, o'zim xohlagan, o'zim yoqtirgan skor olganman. Men chiqqan edim. Hop, I got a 8 in speaking, 7 in writing and reading. I got a 8.5 in listening. I was pretty much happy about that. Chunki rostdan shuncha intizomim pay off bo'ldi deb chiqqanman imtihondan. I was really happy. Endi qaranglar, nimalar bo'lyapti bu yoqda. Instagram, Telegram yo'q. Rejim zo'r. Har kuni yuguraman. Yomon atmosfera yo'q. Dars har kuni ketyapti. Просто perfect, idealniy men rutina yasadim. Endi sizda muammolar bo'lmasmidi? Bo'lar edi muammolar, har xil muammolar bo'lar edi. Lekin ingliz tilini kulli tartibingiz qilib oling. Ilmingizni kulli tartibingiz qilib oling. Xoh u psixologiya bo'lsin, biology, chemistry, umuman farqi yo'q. Vashi farqi yo'q. Mana buni olasizda, ana impress qilgis keladi, kimdir hayratlantirgis keladi. To'g'risi, gruppalar bor Telegramda, uni yozishasizlar, buni yozishasizlar. Yaqinda bir insonni gruppasini ko'rdim. Juicy gossip, sochniy g'iybat degan. Qiz bolanikida. O'zi aytgan menga. Tasavvur qilasizlarmi? Qanaqa gruppa bu? Oni g'iybat ketadi. Mana shu ko'rib turgan qiz bolamisiz, o'g'il bolamisiz, yoshingiz farqi yo'q. Aql bovar qilmaydi agar mana shu narsani to'g'ri deb bilsangiz siz. Gruppada polni mana shu g'iybat ketadi. Kerak emas bunaqa gruppa. Agar siz hayotingizga negativ narsa olib kelayotgan bo'lsa, negativity olib kelayotgan bo'lsa, umuman kerak emas. Kerakmi sizga hayotingizni shunaqa o'tkazib yuborishingiz? O'zingiz ertaga farzandlaringizga ravo ko'rarmidingiz shuni? Давайте ko'p topiklar haqida gaplashamiz. We all have problems. Finansiy muammolarimiz bordir. Tanqid kelayotgandir mana o'rtada. Katta negativ atmosfera bordir. Shaxsiy muammolaringiz bordir. Vaqtingiz yo'qdir. Expectations, odamlar sizdan katta narsa kutayotgandir va hokazo. Relax. Hamma narsa vaqt oladi. To'g'risi. Yutqizasizmi, dabdalangiz chiqib ketadimi, bu narsadan o'ta olmaysizmi, muvaffaqiyatli bo'lasizmi? 3 kun ketadi, odamlar eslaydi, keyin eslamaydi. O'zingizni tinchligi, chunki o'sha xonaga kirganimda eslayman, o'zim bilan gaplashgani juda ko'p narsa haqida gaplashib o'tganman-da. Juda ko'p narsalar. Oldimdagi odamlar, qaranglar-da, ba'zi bir insonlar bilan majbur yurib qo'yamiz-da. Agar u gruppadan chiqib ketsak, bizani yomonlab tashlashadi yoki u gruppadan chiqib ketsa, bizani tashqari qilib qo'yadi. Xo'p, mayli. Sen patheticlarni gruppangdan mayli chiqsam chiqaman, lekin zato men o'zim ustimda ishlayman. Sanlarni gruppang boshingda qolsin. Kerak emas menga. Zato men ertaga boshqa narsa uchun harakat qilaman. Hey, uyalmang. Odamlar pali-bomi gapiradi. Mana hamma aytayotgan muammolarim, hamma aytayotgan muammolarni yechimi, qaysidir inson bor bu yoqda turmushga chiqqan, turmushi o'xshamagan, qaysidir inson bor chetga o'qishga ketgan. Hamma narsa orqasiga ketyapti, eshiklar yopilib ketgan. Qaysidir inson chetga ishlagani ketgan. Ilm o'qiyman deyapti, misol uchun. Eshiklar yopiq. Qaysidir bola ilm orqasidan yuribdi, puli yo'q. Kimdirgadir bog'lanib, anaqa zor bo'lib qolgan, baribir bundan yomon narsa yo'q. Hammasini tegida intizom turibdi. Hammasini tegida. Agar rostdan o'zingiz ustingizda qattiq ishlaysiz, birinchi odamlar tushunmaydi. Nimaga bu непонятный bo'lib qoldi? Nimaga bu o'zgardi? Yoqmaydi odamlarga. Chunki sizni tortish kerak, o'zi sizdan oshib ketyapsiz-ku. Oshyapsiz-da, intizomingiz kuchaygan, hayotingiz yaxshi, pozitsiyangiz ko'tarilyapti. Kimga yoqadi bu narsa aytingchi?
Kimga yoqadi? Yoqmaydi odamlarga. Tushuning bu narsani. Gapirishadi, orqangizdan picha o'rgisi keladi. Ba'zi bir insonlar ikkinchi yuzini shunday ko'rib olasiz. O'sha o'sib ketayotgan vaqtingizda bitta portlash sizda travma bo'lsin, yiqiling, katastrofa bo'lsin, apocalypse kelsin, eshik yopilib ketsin, odamlar vup etib yopib qoladi. Как будто bir suvni filtrdan o'tkazgandek bo'lib olasiz. Uni elidan o'tkazib yuboradi, xuddi shunaqa atmosferasi tozalanib ketadi. Kerak emas, yana bormang ularning orqasiga. Umuman kerak emas. Qarang, ozgina kichkina circle bo'lsa ham kichkina atmosferasi. Zo'r odamlar bo'lsin, zo'rlari bo'lsin. Misol uchun, men hozir o'sha gaplashamiz, izolyatsiyadan chiqqanimdan keyin atmosferamni ozgina o'zgartirdim. Endi hozir tozalayapman yana. Menga kerak emas, menga patheticlik kerak emas oldimda. Put your life in order. Society is getting weaker and weaker. We need strong men and women. Education is the key. Ilm rostdan juda kalit. Hozirgi bola chiqadi Instagramda, ularga otiladigan bo'lsangiz, butun xalq otiladi kerak bo'lsa sizga. Men o'zim pro gamer bo'lganman. To'g'risi. 2019-yili eski o'yinchilarni bilmadim, kimlar taniydi. O'sha o'yinning orqasidan ham pul topayotganlar, million pul topayotganlar ko'p, to'g'risi. Endi men ularga qarshi chiqmoqchi emasman, prosta bitta narsa. O'shalarni bitta gapi yoqmayapti menga. Ilmsiz o'sha universitetga kirasan, unaqa, bunaqa, lekin ishchi bo'lasan oddiy. Yo'q, ilm baribir ilm. Endi tasavvur qiling, siz tepangizga, o'shalarning tepasiga Imom Buxoriy yoki ulamolar keldida, nima aytgan bo'lardi mana shu gapi uchun? Strashniy holatda уже, tushunyapsizlar. O'shancha ilmga qattiq ishlash kerak. Qattiq, ayol kishim, erkak kishim juda qattiq. Enjoy studying, zavq oling ilm o'rganishdan. Aren't you tired of complaining? Juda ko'p, ayniqsa o'sha farzandlari bor studentlar ham, yosh studentlar ham rosa noliydi. Faqat mana shunday tekst yozib yuboradi menga. Deysan, tasavvur qilinglar, meni maslahat oladigan kimim bor edi o'sha vaqtda. Hamma yoq izolyatsiyaga kirib ketganman. O'qituvchimdan chiqib o'zim self study o'zim o'rganyapman. Kim? Nikto umuman hech kim yo'q edi. Bo'ldi, o'zim qilyapmanmi? Ko'p narsadan o'zim o'tishim kerak. O'sha psixologik tayyorlab tashlagan edim men. Liboy narsa bo'ladi, o'taman. Liboy narsa bo'ladi, по-любому, xudo xolasa o'taman deb. Po-любому. O'tirib ketasiz. Odamlar gapiradi, to'xtaydi gapirishdan, siz davom etishingiz kerak. Вот menda ham shunaqa yaqinda reputatsiyamga ta'sir qiladigan katta narsa bo'ldi. Xudoga shukr, men qo'limdan kelganicha reputatsiyani tikladim, alhamdulillah. Qo'limdan kelganicha harakat qildim har bittasini chiroyli qilishga. Xato qilgan joylarim bo'ldi. Odam bolasi borki xato qiladi, bu bir. Ikki, xato qilishga haqqim bor inson sifatida. Shuncha vaqt ideal bo'lib kelindi. Ideal deyotganim qanaqa? O'zimni ajratib qo'yasiz, eski atmosferamdan kelib chiqib aytyapman-da, xulosa qilib. Eski atmosferamda ancha yaxshilandim. Zo'r yillar davomida bomba bo'lib keldi, bam yaqinda xato qilib qo'ydim mana. Minglab odam kerak bo'lsa gapirdi. Okay, well, roger that. Понятно. Menga yana tinchlik kerak edi. Men chetga chiqib ketdim Gruziyaga. O'zim yaxshilab anglab, bitta narsani yig'ib, qaytib ishimni davom ettirib ketdim. Qiyin ahvolda bo'lsangiz, ozgina dam olganingiz yaxshi. Va shunaqa narsani aytmanman, вот. Давайте o'taylik. If you have fallen behind, then organize everything from scratch. Hamma narsa confusing, hamma narsa chalkashib ketgan bo'lsa, hamma narsani hayotingizda boshqatdan boshlashingiz mumkin. Endi bitta narsani aytaman, men shunaqa anaqa bo'lgan, hozir bu xonam meni ingliz tilidagi. Men kun qoldirmasdim aytgancha. 7 kun bo'lsa 7 kun 12 soat, 10 soat, 14 soat dars qilardim har kuni. Mana shuni ham aytib o'tib ketdik. Va bu meni xonam constantly changing and developing. Mana eski dizayn bo'lsa, bu yangi dizaynni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana давайте yaqinlashtirman sizlarga ko'rsataman. Вот. Вот. Ay, uzra. Hop, mana polniy hamma narsa как положено turardi. Xonamni ham o'zim yig'ishtirardim, haftasiga 3-4 marta yig'ishtiraman. Приятный xona bomba. Hamma narsa joyida. Bu yoqda o'qishim ham, bu yoqda rejimim,
o'zimni olib yurishim ham, tarbiyam hammasi idealniy, ketyapti. Qanaqadir muammolar bo'ladi, muammolardan o'tib, siqilib ketaverasiz. Endi bunaqa xona nimaga kerak? Qaranglar, bitta narsa, men o'zimni lyotchik o'quvchimga ham aytaman. Mana lyotchik u inson haftasiga 2 marta chet elga ketadi. Butun Amerika chet elida yuradi, lekin pilot bo'lsa ham, lekin men aytaman, чтобы dars stolingiz bo'lsin, o'zingiz kichkina bo'lsa ham. Xonangiz bo'lsin, dizayn qilingan как положено. Nimaga? Chunki siz o'sha joyga kirganingizdan keyin, o'sha stolga o'tirganingizdan keyin dars qilgingiz keladi. Nimaga tushuning? Nimaga men bularni qilganman? Mana, nimaga men bunaqa stikkilar yopishtirganman devorga? Nimaga so'zlar yopishtirgan va hokazo? Chunki rostdan men dars qila olardim. Bu joyga kirganimda o'sha menda psixologik signal kelardi. Bo'ldi, dars qilish kerak edi. Xo'p, psixologik signal yuboradi va dars qilishga undaydi. To'g'risi, yoshingizga farqi yo'q. Bahona topasiz, qilmayapsiz bo'ldi. Endi Instagram esimdan tushib ketibdi. Instagram necha yil ishlatmadim shundan keyin va'da berdim, mana erkakning va'dasini berdim. O'chiryapsanmi? O'chirdim. 4 yil Instagram ochmadim. Plus 2 yil Telegram ochmadim. Telegram endi voy, qanaqa ishlatamiz Telegramni? Okey, yo'lini topganman men. Uydagilarning Telegramini ishlatib o'qituvchimga aytardim. Materiallar bo'lsa uydagilarnikiga yuboring deb. Muammo emas, просто bahona topasiz и всё. Bahona topasiz. U o'rtoqlaringiz bilan yurasiz, kechqurun o'ylanasizda, ertalab yana o'sha hayot, yana o'sha ketaveradi bir xil dabdalashib ketyapti o'zi hamma yoni. Xo'p, it's possible juda organized bo'lganman, o'sha kirganimda juda ham har bitta daftari tochkasigacha e'tibor berardim. Vot ko'rgan bo'lsanglar, hamma narsa toza, daftarlar yozilishi zo'r, tartibli, tartib intizom juda kuchli bo'lgan va buni siz ham takrorlasangiz bemalol bo'ladi. Study with me. Endi nimaga 10 soat, 12 soat dars qilish kerak? Ya'ni endi xohishingiz. Lekin ba'zi birlar shuni tanqid ham qilib chiqdi. 12 soat dars qilish kerak emas deb. Mana bola Harvard o'quvchisi, mana bola Harvard o'quvchisi 12 soat dars qiladi har kuni 3 yildan beri. Ma'mula muvaffaqiyatli bola. Bitta o'tirishda bular ham ancha pul topadi. Plus 12 soat ham dars qiladi. Har kuni. Endi dars qila olmaydiganlar va ilm yo'lida yurmasdan negativlar bo'ladi. Уровень mana pastda. Mashina gapiradi xolos. O pisarik Mamatda turmadagi bolalar bor. Mamatda o'zini dabdala chiqarib tashlayotgan bolalar bor. Lekin ilm o'qiyotganlar nimaga gapiryapsan? Shunchalik urovning pastmi? O'zingni shunaqa ham pozvolyat qilasanmi degan keladi. Ursada shunaqalarni. Bilasizlarmi, shunaqa insonlar ham bor. Zo'r. 16, 17, 18 yosh bo'lishi mumkin yoki rostdan o'zi yoshini farqi yo'q, zo'r bo'lishi mumkin. Shu atmosferasi buzib tashlaganda. Agar mana shu insonga investitsiya qilib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ysangiz, shunaqa shikarni bola bo'lib chiqadi. Prosta yo'lidan adashib qolgan xolos. Mana bolani Mamatga chiqarsa bo'ladi, transformatsiya qilib. Faqat to'g'ri yo'l ko'rsatilsa bo'ldi. Yoki o'zini ichida uyg'onish kerak. Всё уже Mamat degan narsa olov yoqilinishi kerak. David Goggins dunyodagi eng kuchsiz o'zini his qilgan insonman degan yaqinda televizorda berdi. The toughest man on earth, on the planet of earth. Dunyo bo'yichagi eng chidamli, eng kuchli insonlardan bittasi. Toughest David Goggins. 2008-yilda rekord turgan bu o'sha turnikda juda ko'p rekordlari ko'p. Adashmasam 300 nechidir kilometr to'xtovsiz yugurgan. Juda ko'p. Bu inson haqiqiy robotdagi hayotini o'rganib chiqsanglar bo'ladi, David Goggins. Va men shunaqa period bo'lgan 8 oy davomida 7 kun dars qilganman. Endi tasavvur qilsam 8 oy davomida umuman dam olish kuni yo'q. Har kuni 6 soat 12 soat, 6 soat 12 soat, 6 soat 12 soat, 6 soat 12 soat, 6 soat 12 soat ketdi. Rejim zo'r, bam. Michael Phelps ilhomlantirgan 98-99-yildan 2005-2006-yilgacha bir kun ham qoldirmasdan har kuni o'zini ustida ishlayapti. O'sha men o'zimni ustimda ishlayotgan vaqtim polibom qanaqadandir siz xabardor bo'lib turasiz qolgan insonlarni. O'zingizni taqqoslamang o'sha vaqtda, lekin o'zingiz ichingizda Xudoga shukr deb qo'ysangiz ham bo'ladi.
Chunki как будто men his qiluvdim, chunki butun sinf yomonlaganda men o'sha vaqt juda siqiluvdim-da. Uni olib boshqaga qo'yilgandek bo'lganman-da men, to'g'risi. Visualization, picture your goals in your mind. Hammasi tartibli ketyapti, hammasi yaxshi. Men odatda visualize qilardim. Kelajakdagi maqsadlarimni polni o'ylardim, to'g'risi. O'tirib olib bitta joyga, chunki esingizdan chiqarib qo'yishingiz mumkin maqsadlaringiz. Serios? Maqsadlaringizni esingizdan chiqarib olishingiz mumkin. Bilmasdan. O'shaning uchun постоянно men o'tirardim-da, qo'ygan maqsadlarimni yaxshilab anaqa qilar edim. Ayniqsa ba'zi bir hollarda yolg'iz his qilgan vaqtlarim ham bo'lardi. Insonman, chunki baribir insonmiz-ku. Maqsadlarimni eslatib turardim. Oldingi atmosferaga qochma, yolg'iz his qilayotganing sababi. Katta qo'ygan xatoyim bo'ladi deb. Instagram is trash. Instagram rostdan agar manfaat olib kelmasa sizga musor. Libo inson chiqyapti Instagramga. Men o'zim hozir gaplashamiz Instagram haqida. Short term gratification, juda qisqa dopamin olib keladi sizga, ya'ni reels ko'rasiz, bam bir ko'tariladi nastroyengiz, bir tushadi, bir ko'tariladi yoki stress, uyda argument bo'lsa yoki qanaqadir kimdir bilan urushib qolsangiz, sirazi Instagramga qochasiz. Juda yomon narsa bu. O'zingizni nafsingiz bilan urushmaysizda, bitta joyga o'tirib kontrol qilmaysizda, Instagramdan alamingizni olasiz. Unacceptable videos, bizga to'g'ri kelmagan videolar ko'p. Destroyer of your focus, fokusingizni chalg'itib qo'yadi. Misol uchun hozir даже 1 soat, 1,5 soatlik kinoni ko'rolmay qolasiz. Wasting so much time, juda ko'p 5-6 soat bekor ketib qolyapti ko'pchilikda va hokazo. Отношения haqida gaplashib o'tamiz va bu juda muhim. Hozirgi vaqtda. Endi qarang, отношениyaga по-любому men kiraman. Men umuman kiraman munosabatga. Siz hech kimga gapi muhim emas deydigan insonlardan bo'lsangiz, prinsipalingiz bo'lsa, o'zingiz farqi yo'q. Tayyormisiz o'shanga ham aytib o'tib ketaman, chunki men shunaqa insonman. Men ham munosabatga kirib, tanib keyin uylanaman. Bu meni endi o'zimning prinsipalim. Noto'g'ri bo'lsa ham va o'shanga tayyormisiz siz? Endi men ba'zi bir o'quvchilar bor. Hozir hammasini yoritib beraman, ana munosabat shunda kirib ketib qoladi-da. Lekin hech nimaga erishmagan hali. Manipulyatsiya juda katta 21-asrda. Shunchalik insonlarni bilaman. Juda achinarli holat. Ikkita qiz bola qarindosh bo'lsa ham bir-biridan kechib yorgan. Shunaqa vaziyatlarni eshitganman, shunaqa vaziyatlar bo'lgan, aql bovar qilmaydi. Bitta qiz bola 5 ta erkak bilan bitta vaqtda gaplashayotganini ham eshitganman. Juda katta mavzular, katta negativniy travmalar olib kelib qo'ygan shunaqa bolalarni eshitganman. Juda dabdalashib ketgan munosabatlarning orqasidan yosh bolalar 16-17 yoshli manipulyatsiya juda kuchli. Agar mentalni tayyor bo'lmasangiz, emotsiyalaringizni jilovlaydigan bo'lmasangiz, maslahat bermasdim kirishga munosabatga, chunki munosabat qanaqa? Misol uchun qiz bola shunaqada ob-havoga o'xshaydi-da, bir chiqadi, bir tushadi, bir chiqadi, bir tushadi. Agar siz har bitta narsaga reaksiya bildiradigan bo'lsangiz, o'sha obro'yingiz qolmaydi-da. Obro'y qolmasa, u sevgi hech nima emas. O'shaning uchun manipulyatsiya juda katta. Bu yoqda o'g'il bola tomonidan ham, hozirgi zamonda qiz bola tomonidan ham, o'shaning uchun ehtiyot bo'ling. Argument stress. O'quvchisiz, kimdir yoqtirib qoldingiz o'zingizcha, urush janjal bo'ldi, qanaqa dars qilasiz, qanaqa bo'zingiz ustingizda ishlaysiz, ishga borgingiz kelmaydi yoki ilm o'qigingiz kelmaydi-yu. Qanaqa u bo'ldi? Ya'ni urushganingizda u inson aytadi bloklab qo'ydi yoki gaplashmayapsiz bilan mamitdagi to'ldirgan, qalbingizni to'ldirgan o'sha отношение vup eti yovib qolgandek bo'ladi. Miya ishonadi bu narsaga. Keyin yaxshi bo'lib ketsa bo'lib ketdi. No, по-любому stressga tushiradi, argument qiladi, dabdalash chiqadi. O'shaning uchun juda qiyin, ehtiyot bo'ling. Finansiy say, tayyormisiz? Tayyormisiz rostdan? Oyga necha pul topasiz, hisoblab chiqing. $1000mi, $500mi, 2000, 3000mi, 4000, 5000mi? Tayyormisiz shu narsaga? Breakups. Отношения buzilgandan keyin bu tomon ham travma bo'ladi. Bu tomon ham travma bo'ladi. Agar katta отношения bo'lgan bo'lsa yoki juda ham emotsionalni bog'lanib qolgan bo'lsa, ikkitasi ajraladi-yu, portlash bo'ladi. Miya illyuziyaga ishonadi. Korobkani ichiga bunda kirib qolgandek bo'ladi, boshqa inson yo'q. O'sha inson edi faqat meni baxtli qiladigan. Ana bitta
qobiqqa chekirib qo'ygandek bo'lasiz, dabdalashib ketadi. Maslahat bermasdim. Isolation and emotional detachment, izolyatsiya bo'ladi sizda, yoqimsiz izolyatsiya, emotsionalniy detachment, ya'ni u insondan qochganingizdan keyin уже bo'ldi. Yoki are you ready? Yoki tayyormisiz? Tayyormisiz? Qanchalik? Hop. Daromad qancha topasiz? Uylanishingizga qancha qoldi? 3 oy qoldimi, 6 oy qoldimi, 1 yil qoldimi? Уже u yo'q o'zingizniki. Yo'q, men tayyorman, bo'ldi. Deydigan bo'lsangiz, hayot o'zingizniki. Men aytib o'tdim, ehtiyot bo'lish kerak. Ilm o'qiyotgan, ishlamayotgan, o'zini ustida ishlashni boshlagan, o'rtasiga kelgan bolaga tavsiya qilmayman. Boshladingiz, hayotingizda qilgan eng katta xato bo'ladi. Parents, bitta narsani bilishingiz kerak. O'zingizni farzandingizni nimalar ravo ko'rgan bo'lardingiz? Chiroyli hayot, to'g'rimi? Endi o'zingizga mundoq boqing-da, o'zingizga mundoq qarang-da. Nimalar qilyapsiz hayotingizda? Prosta tak o'tib ketyaptimi? Faqat mana shu urushlar bilan o'tib ketyaptimi? Ko'p gapirib o'tirmayman bu narsani. O'zingiz ustingizda ishlashni boshlasangiz, atrofingizdagi odamlarga, plus ota-onangizga juda katta plus bo'ladi. The power of speaking. Speaking eng muhimi. Jordan Peterson ham buni aytib o'tadi. Leksiyalarda juda chiroyli, minglab, 10 minglab, 20 minglab odamga leksiya beradi. Speech is the most powerful weapon. When you meet a new person, you speak to them, not to write or read. Kimdir bilan muloqot qilsangiz, xatlashib gaplashmaysiz. Ko'chada, to'g'rimi? Kitob orqali gaplashmaysiz. Gapirasiz ularga. Shuning uchun nutqingizni chiroyli qilish, ayniqsa ingliz tili o'rganayotganda speaking juda ham muhim. Imtixonim yaqin qoldi, listening readingga urg'u beraman. Yaxshi, lekin siz umuman speakingga urg'u bermagansiz va keyin ham bermaysiz, agar hozir bermasangiz. Speaking juda ham muhim. Ehtiyot bo'ling, juda ham. Job intervyularda xohlamaysizmi? Oila a'zolaringizni yig'ib, ayolingiz turibdi, farzandlaringiz turibdi, leksiyalar berish xohlamaysizmi? Intervyularga chaqirishsa, xohlamaysizmi? Qanaqadir bir prezentatsiyalarga, tadbirlarga chaqirishsa, yuzlab odamlar turibdi, speaker bo'lib leksiya berish xohlamaysizmi? Xohlaysiz albatta. Nutqingizni chiroyli qiling. Mana odamni intervyularga chaqirishadi. Shu vaqtgacha misol uchun nechta bundan ham ko'p intervyularim. Jennifer 1 milliondan ko'p podpiskasi bor, Iles Daily 1 milliondan, Adrian 2 milliondan ko'p podpiskasi bor. Jennifer mama oq sochli odam 27 ta tilni biladi, adashmasam. Bu 10 ta tilni va mana qo'shib qo'ygan. Ko'ryapsiz-a? Boshqa inson qo'shmagan. Mana shu poliglotlarning oldida san turgan degan. Intervyuni birga qilaylik degan. Chaqirishadi, intervyularga odamlar chaqirishadi, ko'rsatuvlarga odamlar chaqirishadi. Nutqingizni chiroyli qilsangiz, gapirishni o'rgansangiz va ingliz tilini bilsangiz, daromadingiz yaxshi bo'ladi. Hop, keyin o'zingizni brendingizni qilsangiz bo'ladi. Men o'zim ham xudoga shukr brendim ustida ishlayapman, Mustafa English, va 2 oyning ichida, 3 oyning ichida podpiska ham 200 mingdan oshib ketdi, to'g'risi. Organik hech nima qilganim yo'q, prosta bam bo'laman, portladi. Oylik garantiya beraman, agar yaxshi o'zingiz ustingizda ishlasangiz, ingliz tilini bilsangiz, oyligingiz $1000 dan kam bo'lmaydi oyiga. Agar rostdan zo'r ishlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz brendingizni qilsangiz, u $5000 dan ko'p bo'ladi yoki $5000 bo'lishi mumkin. Bular nima aytyapman? Endi polibom ingliz tilini o'qiyapsiz, daromadga chiqqingiz keladi. Odam o'zi pul topsa yaxshi-yu. Siz nima yomon pul topyapsizmi? Yoki nima desa bo'ladi? Qanaqadir dorilar sotyapsizmi yoki qanaqadir jamiyatga yomonlik tilayapsizmi? Yo'q. Siz ilm o'rganyapsiz, ilmingizni odamlarga ulashyapsiz, pul topasiz. Bo'ldi. Все, zo'r bu. Zo'r. Kimdir negativ fikr bildirsa, уровень past bo'ldi. Nikto. Va hammasi shular yig'ilgandan keyin, sizda intizom zo'r, hammasi yaxshi, o'zingizga bo'lgan ishonch juda oshadi. Juda oshib ketadi. O'zingizga bo'lgan ishonch oshdimi, sindira olmaydi. Как будто bir betonga o'xshab qolasiz, sindira olmaydi. Odamni sindira olmaydi. Temirga o'xshab qolasiz-da. Endi meni fikrimcha, cultivate connections with people, but odamlar bilan muloqot qilishingiz kerak, odamlar bilan tanishishingiz kerak, lekin meni fikrimcha 5 ta narsa muhim turadi va bu 5 ta narsa ideal bo'lmaydi hech qachon. Bu 5 ta narsani
balans qilishga menga 10 yil ketar, 20 yil ketar, 30 yil, 40 yil, 50 yil, lekin men mana shularni o'zimni hayotda mendan so'raydi. Nima xursand qiladi? Mana men o'sha hayotda maqsadlarim bor. Nima xursand qiladi meni tuzib bo'lganman. Bular family, oila, religion, din, education, ilm, business, health, sog'liq bo'ldi. Mana shu 5 tani qattimishingiz. Bu ideal bo'lmaydi hozir. Misol uchun hozir men nimalarga urg'u beryapman? Familyga, religion menda tushgan, rostdan tushgan, juda tushgan, lekin ustida ishlaymiz. Education, Xudoga shukr, business, sog'liq ham tushgan. Endi ko'ryapsiz, lekin oldin menda ilm o'qiyotganda ma'mi yo'q edi. Umuman yo'q edi. Bu kirdi endi va ancha o'sdim bu tomonlama, finans taraflama. Ya'ni уже bu yog'iga Xudo xolasa o'zimni ancha eplayman va har tomonlama finans tomonlama menda muammo yo'q, Xudoga shukr. Education tomonlama muammo yo'q, ilm taraflama Xudoga shukr. Постоянно o'rganish, izlanish, qolganlarini Xudo xolasa balans qilib sekin-sekin olib ketaverasiz va bunga e'tiborman. Murod Nazarov zo'r gapi bor, balans qilish ham bu bitta san'at. Va san'at tushunish uchun juda ko'p yil ketadi. Yeah, it's going to take a lot of time. Comparison is the thief of joy. Hech kim bilan taqqoslamayman o'zimni, bu narsani yo'qotganman. Oldin bo'lar edi to'g'ri, lekin taqqoslab qo'ysangiz tinchligingiz buziladi. Hozir taqqoslasangiz ertaga xotiningiz taqqoslaysiz. Xab bo'lmang, mujik. Hozir taqqoslasangiz ertaga qo'yalarni taqqoslaysiz. O'z yaqinlaringizni taqqoslaysiz. Bu yomon o'sha. Odamda bo'lib turadi, xato qiladi, lekin katta darajada taqqoslab yuborish menimcha ham shu oilalar ajralib ketyapti. Chunki bittasi xotinini taqqoslaydi, bittasi erini taqqoslaydi, bam. O'ylamaydi, ilm yo'q. Yaxshi emas. Shuncha Instagram o'chirganingizdan keyin kimga taqqoslaysiz o'zingiz? Bir zo'r talaba ilm etuvda Qohirada o'qib kelgan bir bola bor. Okay, men xotinimga ham Instagram ishlattirmayman. O'zim ham Instagram ishlatmayman 2 yildan beri dedi. Молодец degan edim. Zo'r. Menda ham plan shu. Kerak emas bu narsalar. Vaqt kelib, mana, Instagramni gaplashaylik, vaqt kelib o'chadi. Hozir men nimaga Instagram ishlatyapman? Maqsadlik menga daromad kelyapti. Maqsadlik odamlarga manfaat ulashyapman. Maqsadlik o'zimni brendimni qilyapman. Qo'limdan kelganicha o'syapman. Intervyular bo'lyapti, odamlarga yordam beryapmiz. Keyingisi men o'zim haqimda gapirsam, onlayn o'qitaman ingliz tilini va agar men bilan dars qilish, men bilan ingliz tilini o'rganish, agar men o'qitishimni xohlasanglar, qo'shilsanglar bo'ladi communityga. Men o'zim dars o'taman, faqat onlayn. Zo'r onlayn, juda zo'r. Mana o'quvchilarim haftasiga mana Javohir o'quvchim 100 soat dars, Mohinur 11 soat, Fazilat 13 soat, Odinaboni 3 kun ichida 30 soat, Elzara 15 soat, Aziza 4 soat, 10 soat, Hamida, Elmira hammasi 10 soatlab ko'rayotgan bo'lsanglar, rezultatlar zo'r, Xudoga shukr. Ko'rgan bo'lsanglar, speakingdan 7, speakingdan 7.5, Aminada 7.5, Aybjon 13 yoshli o'quvchim 7 va hokazo. Va eng qizig'i, men nima qilgan bo'lsam, o'quvchilarim ham o'sha yo'ldan ketyapti. Вот. Speaking, как положено, darsxonasi bor ularning, mana ko'rgan bo'lsanglar, men qanaqa dizayn qilgan bo'lsam, o'quvchilarim ham xuddi shunaqa dizayn qilgan. Endi men sizlarga aytadigan gapim shu bilan thanks for your attention and time. YouTube ham xudo xolasa boshlab oldik. Aytadigan gapim, look, bilmadim qanaqa qiyinchiliklar ketyapti hayotingizda, lekin bitta narsani biling. Qanaqadir katta narsaga erishishingiz shart emas. O'zingiz ustingizda chiroyli ishlang, zo'r bo'lib yuring. Hammasiga bir kun kelib erishasiz. Faqat xotirjam bo'ling, xotirjamlikni topishni o'rganing. Xuddi berayotgan maslahatlarim o'zimga ham beraman postoyanno. Tushkun holatga tushmang. Ular gapirishaveradi, bular ham gapirishaveradi. O'zingizni yo'qotmang. Get better with Mustafa and thank you very much.